Vaflining turlari juda ham ko'p. Bugun o'zim yaxshi ko'radigan qarsillov vafli retsepti bilan bo'lishaman. Tuxumni shakar va bir chimdim tuz bilan ko'pirtiramiz. Shakar yaxshi erishi uchun tuxum xona haroratida bo'lgani yaxshi. Keyin yumshoq sariyog' qo'shib ko'pirtirishda davom etamiz. Vafli qarsillov chiqishi uchun retseptda un bilan kraxmal ishlataman. Agar vaflining yumshog'ini yoqtirsangiz, kraxmal o'rniga un ishlatsangiz bo'ladi. Quruq masalliqlardan keyin iliq suv qo'shamiz va yaxshilab aralashgan massani 20 minutga chetga olib qo'yamiz. Karamelli olma uchun yaxshi ko'rgan olma turimizni yirik kubik qilib to'g'rab olamiz va o'rtacha qizib turgan skоворodkada quruq karamel tayyorlab, birinchi saryog'ni, keyin olmani qo'shib aralashtiramiz. Apelsin sedrasi va suvi, koritsa va 2 dona gvazdika qo'shib 10 minut past olovda pishiramiz. Tayyor xamirimizni qizigan vaflitsani har bir bo'limiga 2 qo'shuvdan solamiz va ustini yopib pishiramiz. Tayyor vaflini plombir muzqaymoq va tayyorlagan olmamiz bilan tortsangiz juda ham mazali bo'ladi. To'liq retseptni har doimgidek video opisaniyasida qoldiraman. Yana ham qiziq retseptlar uchun obuna bo'lishni unutmang. Bu juda ham mazali.